2015-yil 8-mart yakshanba kuni Gollandiyadagi Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatida internet savdo tijorati haqida savod anglitildi. Şu yer vaqti tushdan keyin 5 dan 7 ga qadar davom qilgan mazkur faoliyatni Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatida tarbiyalanayotgan yosh o'smirlar o'zlari uyushtirdi. Bu ularning vatandoshlarga sungan tunji mevasi bo'lib, faoliyatga 20 yildan beri Gollandiyada tor tijorat bilan shug'ullanayotgan ASN shirkatining tajribali xodimlaridan Dayo Efendi va Valid Ibrohim Efendilar taklif qilingan. Dayo Efendi mazkur shirkatning Gollandiyadagi bosh setish nuqtasida muavin direktor. Valid Ibrohim Efendi bo'lsa, mazkur shirkatning aktiv xizmatchisi ekan. Oldi bilan Valid Ibrohim Efendi mazkur ASN shirkatining tijorat uslubidan tushunish berdi va o'zining mazkur shirkatdagi xizmatini qachon, qanday, qayerdan boshlab bugungi kunga ulashalganligini faoliyat ishtirokchilariga anglatdi. Ondan Dayo Efendi kunsiri taraqqiy qilayotgan tor savdosining istiqboli haqida jonliq misollar berib, har qanday insonning tili, dasmoyisi, yeshi, jinsi va irqi qatorliq jihatda cheklamaga uchramaydiganligini, yuqoridagilarning tuvandagilarga yordam berish natijasida yuksalishdak piramida shaklli sistemasi bilan olg'a ilgarilayotgan mazkur shirkatning 20 dan ortiq davlatda vakolatchi nuqtalarini tashkil qilib, tirishqonligi kishining ajriga loyiq manfaatga erisha oladiganligini bildirib so'z qildi. Keyin ko'pchilik o'zaro savol-javoblik muzokara qilib, tor savdosi haqidagi tushunchlarini texmi cho'nqurlashtirdi. Tirishchan ishtirokchilarmi bu leksiyadan olgan ta'sirotlarni so'zlab berdi. Men shaxsan o'zimmi tor savdosiga qiziqaman. Mening his qilganimda dunyoning yo'linishi butunlaymi shu. Tor savdosi bir gülünüdür. Mesela bunun tipik misali Amazon bilen Alibaba. Şahsen mesela ben Mayun'un tercümanı okugan. Mayun 10 yıl burun normal bir otoritetin malimi, İngilizli malimi. Şu bir katım Amerika'ya çıkan sebeple şunu hayat bütün özgürledi. Özgürlüp hazırlık hem de bütün Cungun'unki savdası bütün özgürledi o. Hazır bu katım Cungun'un baylağı tizimi karasam Mayun birinci oran götürdü. Tahminen 20 milyar dolar pullan. Yani 10 yıl, tahminen 13 yıl içinde bir adam hayatta şuna özgürlüğün gepte. Cungu'da medeniyet seviyesinden tüm bir devlette kişiler yani tor sorusu o kadar kabul kaydı. Bundaki dünyanın ki amiyelerde menice halklar tor sorusunu kabullarıydı. Menice bugünkü bulanık ki ama bugün belki siyaseti mi? Biz bunun anlayan vatandaki şahıs setişinin ki ilaki internetlaşkan şekli bu. Menice mi buladır Gollandiya'da şuna terakipti. Bunun için adı 24 devletten 25 devlet takılıp yaptı bula. Menice bunun servisinde istiqbali meni parlaq bo'ldi. Dayo Efendi va Valid Ibrohim Efendilarimiz ziyoratimizni qabul qilib, tor savdosidan shug'ullanishning navbatdagi imkoniyatlarini tavsiya qildi. Is gewoon een part-time. Echt een part-time. Iedereen is bij ons welkom. Dus wat wil dat zeggen? Hij sprak geen woord. Mazkur faoliyatning maydonga kelishida muhim rol o'ynagan yosh yigitlarmi o'zlarining yurak so'zlarini angladi. Biz hammamiz muajiratdagi Uyg'urlar. Yani hemimiz nölden başladık bu yerde. Biz bir kadem bitişimiz gerek ki 10 yıldan keyin veya 5 yıldan keyin bizden bu yerde bir yukarı yerge erişimiz gerek. Çünkü her vakit nölde oturuyoruz. O ASN şirketindeki qaysi talaplar sizlarni qoyil qilgandi? Birinchi olmuş to'rdan bir do'kon ichish to'rgadim. Do'kon doim bor. Kunda bor 24 soat. Uchoq hammasi ashqol bo'ldi, og'il bo'ldi, qo'l bo'ldi. Andan bular bir-birisini yordam qilib, o'shish natijaga yondirishi menga bak yoqdi. Odamlar tunmaydigan bo'lsa-mu, hozir bizga yordam qiladiganlar bizni birapdan olib tunmaydi. Ko'p vaqt lekin adamlar o'tganida bular endi yeniden işlesi buldu. Lekin bu iş hepsiga 5-10 saatgacha vaqt oldi. Unda 10 saat vaqtdan olmaydi. Hamma bir şey qilib qo'ysa oxirida yaxshi pozitsiya ko'radi.